Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tuman axborot kutubxona markazi siz aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Baxtiyor Abdug'afurning O'zbekcha kitobi. Asar o'zbek qizining Ikkinchi jahon urushi davrida front ortida boshlanib, frontda davom etgan mashaqqatli hayoti haqida. Asar qahramoni Jamila Qodirova front ortidagi mashaqqatli hayotida ko'pgina tuhmat va nohaqliklarga uchrab, urushga borish qarorini qabul qilishga majbur bo'ladi. U urushda nafaqat dushmanning, balki o'z hamyurtlarining ham xunrezliklariga, adolatsiz va shafqatsiz hukmlariga ro'baro keladi. Dushmanga qarshi sabot bilan kurashadi, asir tushadi, o'zinikilar tomonidan otuvga haqsiz hukm qilinadi, mehnat lageriga jo'natiladi, lekin u chidaydi, o'zbek ayoliga xos matonat bilan qiyinchiliklarga bardosh beradi. Pirovardida haqiqat qaysidir darajada yuzaga chiqsa-da, hayot urushidagi boshqa ko'pgina vatandoshlar qatori uning ham bu fidoyiliklarni yetarli baholamaydi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz.